Miladi 1899-yili Idiqut diyorida mundaq bir ta'sirlik voqea yuz bergan ekan. Lükçünvanı Sultan Mahmud Pichanning Muran mahallasidagi Soyib Jamol qiz Ana Nurxonni kichik xotinlikqa olmoqchi bo'ldi. Ana Nurxonning Jelil ismli loyiqi bo'lg'achqa Sultan Mahmud Vanga tegishga qat'iy unamabdi. Zalim Sultan Mahmud Van huquq imtiyozidan foydalanib, Ana Nurxonni majburiy amriga elib o'rniga ko'chirib ketdi. Ana Nurxon dal shu kuni kechasi eng muvofiq paytda Sultan Mahmud Vanni apchil tir bilan yaralandirib, intiqomini oldi. Shuning bilan Sultan Mahmud qansirab o'libdi. Qatma-qat sepil qashalar bilan o'ralgan bu sirlik o'rdidan kechib qutulishga ko'z yetmagan Ana Nurxon pok vujudiga g'ubor qo'ndirmagan holda necha kez egizlikdagi derazadan o'zini tashlab bu razil dunyo bilan vidolashibdi. O'zining iffat nomusini va pok muhabbatini qo'g'dash uchun mustabidlarga jang e'lon qilgan qahramon Ana Nurxonning nomi shundan buyon tillarda daston bo'ldi. Ana Nurxonning oshig'i Jelil uning ishqi faraqida hasratlik naqshi g'azallarni aytib olamni chong keltirdi. Bu yolqinlik naqshilar avloddan avlodga davomlashib ta bugungacha aytilib kelyapti.